Hammaga salom. Bugun Rossiya Premyer Ligasining yana 3 ta qiziq o'yinlarini ko'rib chiqamiz va bular asosida ekspresslarni yig'amiz. Hamma shu kabi ekspresslar, tahlillar, analitika, prognozlar hammasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Ссылка описанияda o'tib, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasdan, boshqa joyda chiqmagan hech informatsiyalarni aynan shu Telegram kanalimizdan ko'rib borishingiz mumkin. Undan tashqari endi biz ketma-ket o'yinlarni bemalol ko'rib chiqsak bo'ladi. Misol uchun birinchi qizg'in o'yinlardan biri albatta bu Spartak Moskva Krasnodar o'yini. Rossiya Premyer Ligasining eng to'pivoy El Clasico'si desa bo'ladi, chunki ikkala jamoa ham yuqori tempga, yuqori tarkibga ega va markaziy o'yinlardan biri bo'lishi kutilmoqda Rossiya Premyer Ligasida. Misol uchun Spartak Moskva o'zining maydonida aynan shu o'yinda faol futbol o'ynashi kutilmoqda. Hozirgi tarkibi va taxminiy hujum chizig'iga e'tibor beradigan bo'lsak, Spartak Moskva ochiq futbol qilishi mumkin. Krasnodar esa albatta har doim raqiblariga qarshi mehmonda hujumkorona o'yinlar qilib kelgan. Buni men Yevrokuboklarda ham ko'rganman. O'sha Yevropa Ligasida o'ynab yurgan paytlar ham Odil Ahmedov bo'lardi. Paytlar shu Odil Ahmedov 25-nomerda yarli o'yinni kontrol qilardi, playmaker sifatida va ko'pgina hujumlarni boshlab berardi. Va Krasnodar adashmasam guruhdan ham chiqqan edi. Yevropa Ligasida 2-3 marta chiqmagan bo'lsa ham, ya'ni chiqmagan holatlarda ham albatta juda yaxshi o'yinlar qilgan guruhning o'zida. Shu sababli bugun Krasnodar aynan xuddi shunaqa to'plangan tajribalari evaziga Rossiya Premyer Ligasida juda chiroyli o'yin qilishi kutilmoqda Spartak Moskvaga qarshi. Ammo Spartak Moskva esa o'z muxlislari uyida chiroyli o'yin qilishga ular ham harakat qiladi yutqazmasligiga va shu sababli bu o'yinda biz yopiq futbol ko'rmaymiz va ko'pgina gollar bo'lishi mumkin. Shu sababli bizning taxminimiz umumiy gol soni 2,5 tadan ko'p bo'ladi. Va yana o'yinni kuzatamiz, balkim keskin holatlar bo'lishi mumkin, balkim Spartak Moskva himoyaviy o'yin o'ynashi ham mumkin, yomon natija qilib qo'yishdan qo'rqib yana kuzatishimiz kerak. Keyingi o'yin Rubin Orenburg o'yini, albatta yana qiziq o'yinlardan biri Rossiya Premyer Ligasining. Rubin har doim o'z uyida juda faol, tartibli va hujumda ham himoyada ham yaxshigina o'yinlar ko'rsatgan va undan tashqari bizda Orenburg ham bor. Ularni ham kichkina bir oddiy komanda deb o'ynamasligimiz kerak, lekin hozirgi holatda Orenburgni Rubin bilan solishtiradigan bo'lsak, Orenburg mehmonda o'ynashini ham hisobga olsak, Orenburg ancha qiynalishi mumkin va yopiqroq futbol qilishga harakat qiladi, imkoni boricha ko'proq gol o'tkazmaslikka. Rubin esa albatta muxlislarini oldida g'alaba qilishga harakat qilishi mumkin, chunki hozirgi Rubinning tarkibi ham ancha yaxshi shakllangan, ya'ni markaziy himoyachilar, yarim himoyachilar, olganda hujumchilarni ham olsak bo'ladi. Shu sababli bu o'yinda bizda nisbatan mezbonlik ustunroqda ko'rinmoqda. Shu sababli bu o'yinda biz Rubin g'alabasini kutmoqdamiz Orenburgga qarshi. Lekin balkim Orenburg ham o'yinning boshida faol o'yin qilgan bo'lsa, balkim birinchilardan bo'lib gol urar. Lekin umumiy holatda oladigan bo'lsak, Rubin ancha favorit va bu o'yinda biz Rubin g'alabasini kutmoqdamiz, shu aytib o'tganimdek. Undan tashqari bizda Fakir Ahmad o'yini bor. Albatta ikkala jamoa ham o'tgan Rossiya Premyer Ligasining turida yomon qatnashmadi. Harakat qilishda g'alaba qozonishga ham, hujumlar qilishga ham yomon taassurot qoldirmadi muxlislar oldida. Fakir jamoasi ochko olish uchun maksimal o'z uyida harakat qilsa, Ahmad ham aynan shu ochkoga erishish uchun ko'proq himoyaviy va yopiqroq o'yin qilishi kutilmoqda, chunki o'zi Ahmad mana shunaqa stilda ko'proq o'ynashga harakat qiladi, ya'ni hujumdan ko'ra o'rta darajadagi shu pozitsiyani ushlab, ya'ni himoyaviy ham qarshi hujumlarda o'ynab turishga harakat qiladi, qanotlardan hujum qilishmoqchi bo'lishadi. Shu sababli biz Ahmaddan sal yopiqroq futbol ko'rishimiz mumkin. O'zi umuman Ahmad va Fakir o'yinidan yopiqroq futbol ko'rib turibmiz va bizning taxminimiz hozir prognozlar qilgan bo'lsak, shu sababli bu o'yinda bizning taxminimiz umumiy gol soni 3,5 tadan kam bo'ladi. Ya'ni ikkala jamoa yopiq futbol qiladi. Hujumlarda kamroq chiqishadi, ya'ni hujumdan kamroq chiqib, ko'proq himoyada va qarshi hujumning evaziga o'ynashi kutilmoqda. Shu sababli ko'p gol bo'lmaydi va shu aytib o'tganimizdek, bizning taxminimiz umumiy gol soni 3,5 tadan kam bo'ladi. Endi yakuniy ekspressdan ko'radigan bo'lsak, bizda 3 ta o'yinning yakuniy holatini ko'rib chiqamiz. Spartak Moskva Krasnodar o'yini umumiy gol soni 2,5 tadan ko'p bo'ladi. Ikkala jamoa maksimal
yaxshi ochiq futbol qilishi kutilmoqda. Spartak Moskva ham shu aytib o'tganim juda yaxshi hujumlarda harakat qiladi va Krasnodar ham shunga javoban qarshilik ko'rsatishi mumkin Spartak Moskvaga qarshi. Undan tashqari Rubin ikkinchi o'yinda o'z uyida g'alaba qilishi kutilmoqda. Orenburgga qaraganda ancha ustunroq. Shu sababli biz aynan mana shu taxminga keldik. Mana shu prognozga. Undan tashqari Fakir Ahmad o'yini ham bor va oxirgi ko'rib chiqqan o'yinimiz va bu o'yinda ikkala jamoa yopiqroq futbol qilishi kutilmoqda. Shu sababli bizning prognozimiz umumiy gol soni 3,5 tadan kam bo'ladi. Albatta bu prognozlar hammasi 100% ishlaydi, biz hech qanday garantiya bermaymiz. Shunchaki bu prognozlar, tahlillarni hozirgi jamoalarni tarkibi, statistikalar, oxirgi o'yinlarga qarab baribir o'ylab aynan shu natijaga keldik. Yana o'yinni kuzatamiz. O'yinda har xil ssenariy bo'lib ketishi mumkin. Har xil kutilmagan vaziyatlar ham bo'ladi. VAR aralashuvi, penaltilar, qizil kartochkalar ham ba'zida o'yinni buzib yuboradigan vaziyatlari bo'ladi. Buni ko'rgansizlar futbolda. Masalan, bitta qizil kartochkaning evaziga jamoani shu strategiyalar, rejalar buzib ketib qoladigan holatlar bo'ladi. Ya'ni g'alaba uchun o'ynab turgan jamoa himoyaviy o'yinni o'zgartirib yuboradi o'yinini yoki umuman teskarisi ham bo'lishi mumkin. Shu sababli o'yinlarni ko'ringlar, biz ham ko'ramiz, kuzatamiz va yana sizlarga qiziq, bundan ham yaxshiroq o'yin, svejiy informatsiyalarni tayyorlashga harakat qilamiz. Aytgancha, shunga o'xshash prognozlar, analitik tahlillar hammasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Ссылка описанияda o'ta podpiskani bossangiz bo'ladi agarda sizga qiziq bo'lsa. Yangi svejiy informatsiyalarni, boshqa joyda chiqib kelmagan informatsiyalarni shu Telegram kanalida joylab boramiz. Hozircha shularga men sizlarga maksimal tahlil qilib berishga harakat qilaman. Uchala o'yinni ham va o'ylaymanki sizlarga yoqdi. Videoga like bosishingizdan chiqmasin va keyingi videolarda ko'rishguncha.